Feminizm va islom. Islomda oila markaziy qadriyat hisoblanadi, ya'ni mas'uliyat va o'zaro hurmatga asoslanadi. Feminizmda esa erkaklarni ayollarning dushmani sifatida ko'rsatadi, oilani esa ayollarga ortiqcha yuk sifatida ko'rsatadi. Ya'ni bu erkak va ayol o'rtasida kelishmovchiliklar, ajrimlar kabi katta muammolarga sabab bo'ladi. Jamiyatda erkaklarni dushman sifatida qabul qiladi va jamiyatni erkaklarga qarshi kurash tizimi sifatida qabul qiladi. Bu esa islomda o'zaro gender jangini kuchaytiradi. Va musulmon mamlakatlari ayrim g'arb radikal feminizmining ko'p huquqlarini qabul qilmaydi. Ya'ni nikohsiz jinsiy aloqani odatiy qilish, LGBTni ommalashtirish, normallashtirish, istalgan kiyimlarni kiyish, ya'ni ochiq-sochiq kiyinib yurishlarini va ota-onaga itoatsizlikni erkinlik deb targ'ib qilish va jinsiy erkinlikni cheksiz targ'ib qilishlarini islom qabul qilmaydi. Ya'ni bu islomiy odatlarga to'g'ri kelmaydi. Islomda ayol va erkakning huquqlari teng va ba'zi joylarda farq qiladi. Radikal feminizmda esa barcha rollar bir xil bo'lishi kerak. Ayollarga alohida vazifalar bo'lsa, bu ularning kamsitish sifatida ko'riladi. Ya'ni radikal feminizmda men birinchi bo'lishim kerak degan ma'noni targ'ib qilinadi. Islomda esa biz tushunchasiga asoslanadi, ya'ni oila, jamiyat, ummat tizimiga asoslanadi. Bu radikal feminizm harakati islomdagi birdamlikni susaytiradi va ayollarning normal vazifalaridan chalg'itadi. Ya'ni oila, onalik, tarbiya islomda ayolning vazifalari bo'lsa, radikal feminizmda oila kamsitish, farzand ortiqcha yuk va jamiyatni dushman sifatida ko'radi. Va bu islomiy qadriyatlarni, Qur'on va sunnatni noto'g'ri tushunishga olib keladi. Oddiyroq tushuntirganda, ayollar hech narsaga muhtoj emasmiz, biz o'zimiz harakat qilamiz deyishadi, lekin boshiga ish tushib kattaroq muammo bo'lsa, men ayolman, men yolg'iz ayolman yo'liga o'tib olishadi.